Ro'zaning ruhiy ta'sirlari. Abduri Muhammad al-Bashir. İslam dini iqtidor, qobiliyat, fazilat va kamolatni yetildiradigan din bo'lib, u musulmonni hayotlik maktabida savr toqatlik, chidamchan bir o'rganguchi deb qaraydi. Musulmon umr bo'yi tabiatidagi nuqson va kamolat, yaxshilik va yomonlikning taqozosi bo'yicha ta'lim oladi. Andın İslam dini onu mehribonlik bilan talabchanlik birlashgan holda bir imtihon tugasa yana birini boshlab, tekrar imtihonlar bilan tarbiyalashga boshlaydi. Musulmon bu imtihonlardan bugungi hammaga tunishliq bo'lgan maktab imtihonlarida izlabmi topolmaydigan foydaga erisha oladi. İslam dinining imtihonlari musulmonga farz qilingan ahkam va zimmasiga yuklangan zil mas'uliyatlarda ro'shan tajalli qiladi. Sodda kishilar bu takliflarni bo'ysunib qo'ysila bo'ladigan ibodat turlari deb qaragan bo'lsa, oldin ko'rar fikrdarlar buni ruhiy tarbiya va poklik uchun yo'lga qo'yilgan ma'rifatning bir qismi deb qaraydi. Allah Taala bu takliflar orqali musulmonni qiyin ahvolda qo'yishni asla xohlamaydi. Balki bular orqali uning ichki dunyosini poklab, yaxshilik va mehri muhabbat tuyg'usini oshirish, yomon ishlardan qo'l uzib, yaxshi ishlarga hirismand bo'lish irodasini kuchlantirish, sabrchanlik, qat'iylik, mustahkamlik va intizomchanlikqa o'xshash mushaqqatli fazilatlarga ko'ndirishni maqsad qiladi. Va Odam otamiz bilan Havvo onamiz cheklangan daraxtning mevasidan yeb salganidan boshlab mavjud bo'lib kelayotgan odam zotini halok qilguvchi havoyi havasning qulliqidan ozod qilishni xohlaydi. Alloh taolaning insonning baxtlik va baxtsizligini o'zining qilmishiga bog'lab qo'yishining hikmati bo'lsa, dalil bilan yashatqizib, dalil bilan vafot qildirishi uchundir. İslam dinidagi har qanday bir farz musulmonning iymoni, aqli va irodasi uchun bir sinoqdir. Ta'siri ro'shan, ma'nisi ochiq bo'lgan islomning 5 asosiy ruknini qo'yib turib, fazilatlarining 5i iymonning mukammallashtirguvchisi bo'lgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish, so'z harakatda rostchil bo'lish, sabrchan bo'lish, g'ayratlik bo'lish va har ishga loyiqida kuch sarf qilishdek vojib amallarga nazarimizni og'diradigan bo'lsak, har biri iymonning kuchlik yoki ojizligini belgilaydigan sinoqdir. Tavhid haqiqiy iymonning siniqi, haqiqiy iymon bo'lsa, saodatning asosidir. Namoz mustahkam irodaning siniqi, mustahkam iroda bo'lsa, muvaffaqiyatning manbasidir. Haj safar himmatini sinaydigan imtihondir. Sayli sayohat bo'lsa, ilmning manbasi albatta. Roza savrning siniqi, savr bo'lsa, nusrat yetakchisidir. Bu yerdagi sinoqlar navbatda tarqalayotgan ma'nolarni ko'rsatadi. Meningcha roza eng mushkul bir imtihondir. Chunki u bo'ysundirish to'liq qiyin bo'lgan ruhiy va jismoniy havoyi havaslarning hukmronligiga qarshi ko'tarilgan isyondir. G'alaba qilgan taqdirdami tangpungliqni saqlash oson emas. Shunga ko'pincha kishilar aqlmu, sog'lom fitratni rad qiladigan oshqulliq va radikallikka tushib qoladi. Ro'zadagi bu qarshilik ruhiga butun din va millatlar alohida ko'ngil bo'lgan bo'lib, uni ibodatning bir turi deb qaragan va shu orqali itoatman ruhni yuksaltirib, bangvash ruhga yugan solgan. Dinimizga kelsak, ro'zaning shakli, muddati, ta'siri va qiyinligi qatorliq har tarafni texmi kuchaytgan. Masalan, muddati qamariya oylaridan to'liq bir oy, shakli bo'lsa qo'rsoq, quloq, til, avrat qatorliq a'zolarning havoyi havasdan butunlay uzilishidir. Bu cheklamalarga to'liq rioya qilmaganda ro'zaning mohiyatiga nuqson yetadi. Bu haqda nurg'un sahih hadislar bor. Ham ro'zaning hikmatimi shuni jiddiy taqozo qiladi. Musulmon ro'zani kunimizdagi avom xalq tushunib olgandek faqat kunduzi ba'zi havoyi havaslardan odat xarakterlik cheklanib, kechida yana xohlaganini qilish deb tushunib qolmasligi kerak. Ro'zaning an'anaviy ifodasi qo'rsoqni och qo'yish, uslash, badanni charchitish, bezanglik, oson hayajonlanish, Allah yaxshi ko'rmaydigan yomon so'zlarni qilishdan saqlaydigan shafoatchi qilib olish, jidal majra va yolg'on qasamga aldirashda o'ziriga aylantirib olish qatorliqlardir. Halbuki ro'zaning mohiyati zinhor bundoq emas.
Barlıq havoyi həvəslərdən tuluq üzülməy turub, roza takamulluqqa yetməydi və hikmət təsirləri təcəlli qılmaydı. Qulaqның havoyi həvəsi anlaş, közünün bolsa qarashdır. Bu havoyi həvəslərdən kelib chiqqan aç gözlük üstüdən g'olib kelishga Allah muvaffaq qilgan qat'iy irodaliklardan boshqalar qodir bo'lolmaydi. Bu aç gözlükning baloyi ofati hatto ro'zining xususiyatlariga sal qarag'uzib, tilni saqlash ro'zining shartlaridan deb e'tiborga olmag'udek darajaga elib borgan. Bu sal qarash ulamolarning ro'zaga ta'bir berishida savalliklarni sodir qilishiga sababchi bo'lib, ro'zani faqat qo'rsoq va avratning havoyi havasdan cheklanishiga va shoxcha farz amallarga ko'ngil bo'lishga yig'inchoqlab qo'ydi. Shundaqla hadisda kelgan ro'zaning haqiqati va ro'zadorning sifati to'g'risidagi bayonlardan xabarsiz qoldirdi. Ramazon ro'zasi iroda o'lchigishdir. Bedenning havoyi həvəslərini tüp yıldızıdan qumurub taşlığıcıdır. İbadətning ən yuqori pəllisining simvoludur. Huzur halavetlərini tərk etishga, açlıq, ussuzluq, ağır besiqliqdək mushaqqatlik ishlarga bardoshlik berishga ko'ndiradigan sistemalik tajriba jarayonidir. İnsanның o'zini kontrol qilishida va hazil chaqchaq quruq gaplardan o'zini tizginlashida foydali darsdir. Aciz ve kambag'al kishilarga mehr shafqat yetkazishda bo'lsa, amaliy tarbiyadir. Agar Ramazon ro'zasi tutish orqali boylar ochliqning ta'mini tatmagan bo'lsa, ocharchilikda qolganlarning ochliq dardini bir umr tasavvur qilolmagan bo'ladi. Chunki bir kun yemek-ichmakdan cheklanib, o'zi bir vosita ochliqning ta'mini tetish necha odamning birlashib ocharchilikda qolganlarning dardini anglatganidan unumlikdir. Şunun üçün peygamberlerinin imami, hükümalarının seyyidi, süyümlük peygamberimiz Ramazanda başka vaqtlardagidan bekroq sehi bulup ketadi. Ramazan her qamariya yili bir qitin bütün alemge tarqaladigan ilahi sovg'a, zemin ahliga namoyon bo'ladigan samavi sahifa. Bu orqali zemin ahliga Allah Taala'nın mehribonlik va yaxshilik qilg'uchi ekanligidek sifatlari va islomning hikmat sirlari namoyon bo'ladi. Shu vajidan musulmonlar ashu sovg'idan o'zlarining nasibasi qayerda obdan qarab baqsin va samaviy sahifadagi o'rni qayerda obdan o'ylansin. Ramazon har bir kesiliga shifo topalaydigan vaqtliq doktorxona. Onunda bəxillik kesili başqalarga yardımda bulup ihsan qilish orqali nafsi yaman, rahat parag'at, payashat yashashga ko'nib qilish kesili, ochliq, ussuzlikning ta'mini tetish orqali ochliq va muhtojlikning dardini tortquchi saxiylarning xayr ihsoni bilan dardiga davo tepish orqali kasallarga shifo topadi. Ramazon oylarning sultoni, davlat va hokimiyatning hayvisidir. Salqarashni va yengiltaklikni qabul qilmaydi. Ro'zining ajoyib g'aroyibatlaridan ko'pincha ro'za tutquchilar bexabardir. Odatda ro'zadorlarning ko'p sonliqi bolalardir. Ular kichikligiga qaramay ro'za tutishga aldiraydi, uzun kunlarni qisqa deb qaraydi. Agar birarsi ro'zining hurmatiga daxl qilib qolsa, uning atrofida ko'zatchi bo'ladi va uning adibini berib, yer bilan yakson qiladi. Ulardan har xil usullarni qo'llanib yushirinib olg'uchi, hiyla-makr ishlatguchi, bir narsa yeyish uchun shakl o'zgartguchi, yuzini va beshini o'rib olg'uchi, yot tilda so'zlaguchi bo'lsin, hech biri qutulolmaydi. Go'yoki ularning dimiqida hamma narsaning puruqi, holati va so'zlari bordek. Ular shundoq jonliqlarki, yordorlarning taqatligidir, o'ldirilganlari qon oqqizuvchi poturlar. Şeriksiz egemni əsləymen şəksiz, qorshavda qalğan kişiga ansiz, balalarını qılğanda yar yo'la g'amsiz, shamalni aqturgan xush bishoratda qadamsiz, bo'ron chapqunni qilmagan ham barakatsiz. Demakki, ro'za Ramazonning mazkur xususiyatlari bilaliganlar uchun ro'shan sifatlardir. Ramazon kelib, fasiqlar umid qilganlaridan mahrum qilib, o'yin tomoshalaridan to'xtatib qo'yilganda, kunlar ularga nisbatan qorong'u zulmatga aylandi. Ular Ramazon kelsa qayg'urib, Ramazon tugasa xushalliqdan ko'p nazmi nasrlarni to'qishdi.
Ular Ramazanni shoirlarga kuchlik hujum qildi deb qarab, Ramazan to'g'risida saranglarcha xilma-xil gap so'zlarni qilishdi. Shoirlarning imomi Hakami o'zining Ramazan tugagandan keyingi Shavval oyining tunji kunini afzal ko'radiganligini aytdi. Yana bir bölük Ramazanni yoqtirmaydiganlarmi shuningga o'xshash gap so'zlarni qilishdi. Ulardan keyingi davrda yashagan Shavqi ismli shoirning Ramazanning tugaganligiga xo'shal bo'lib to'qigan she'ri uning ozg'unligiga, iymonida dug'liq va illatning borligiga kifoya. Bu shoir Arablardan chiqqan yangi zamon shoiri bo'lib, islomga to'g'ri qaraydigan, o'tkir tili bilan islomni qo'g'daydigan bo'lganligi uchun Ramazonga bo'lgan ozroq xato qarashlaridan bak andisha qilib ketish hojatsiz. U shoirlarning ba'zi insofliqroqlari mundaq she'rlarni to'qidi. Suyumlik Ramazon, barakatlik oy, udul kelmasa tumuz issiqqa, azobning qo'yniga tushdim yanila, azobdan qo'rqib tutsammu roza. Ammo Allohning kalomi payg'ambarimizning so'zlari orqali alohida bo'lgan tuvandagi sifatlashlar bilan ularning Ramazonni qilaymaqan sifatlashlari yomg'ir suyi jilg'ini eqitib ketgandek qilaymaqan sifatlarini eqitib ketdi. U to'g'ri sifatlashlar bo'lsa, buni oyat va hadislarda namoyon bo'ladi. Avval hadisi qudusiyda mundaq deb kelgan: Roza manga xos va men uningga mukofot beraman. Yana bir hadisda roza tutquchining ig'zining puruqi Allohning dargohida iparning puruqidan xushpuroq. Roza tutquchiga ikki xo'shallik bor. Biri bir kunlik ochliq va ussizlikdan keyin iftor qilgandagi xo'shallik, yana biri Rabbiga uchrashgan vaqtda erishgan savobdan kelib chiqqan xo'shallik. Va yana Qur'on Karimda mundaq kelgan: Ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgarikilarga roza farz qilingandek, sizlarga Ramazon rozasi farz qilindi.